lekin qadrdonim. Men Altobayev To'chinovli maktabining 3-B sinf o'quvchisi Bahojanova Ominaman. Bu esa mening dugonim Soliha. U Abdurashid Parpiyev nomli maktabida o'qiydi. Dugonamga havasim keladi-da. Nega deysizmi? Chunki ularning maktabida biz kabi bolalar issiq taom yeyishadi. Bu dugonamning ustozi Lola opa bo'lsa kerak. O'zi ham zo'r ustozda. Voy, bir nima demoqchi shekilli. Eshitaylikchi. Bu issiq taom berib bolalarimiz ovqatlanadigan zalimiz. Jami maktabimiz bo'yicha 507 ta boshlang'ich sinf o'quvchilarimiz bor. O'quvchilarimiz 3 smenda ovqatlanishga kirishadi. Zalimizni ham оформление qilib berishdi. Ana shu proyektdagilar bizga juda katta yordam berishdi. Mana bolalarimiz ovqatlanib bo'lgandan keyin juma sayin, oy sayin o'zlarini shu ovqatlangandan keyin bo'yi qanchaga o'sdi. Mana buni ikki tomonda o'quvchilarimiz shu bo'yini o'lchab turadigan rostomerlarda kelib bizga qo'yib berishdi. Ovqatlangandan keyin mana 2 oydan beri o'quvchilarimizga issiq taom beryapmiz. Bolalarimizni birinchidan kayfiyati juda yaxshi, o'qishga bo'lgan qiziqishi ham oshyapti, ota-onalarimiz ham maktabga bo'lgan qiziqishi yana ham bog'lanishi yana ham kuchayyapti. Kelib o'zlari xabar olishyapti, ovqatlarni qanday qilib berilayotganini ko'rishyapti. Xursand, hamma yaxshi natija beryapti. Bolalarimizda o'zgarish juda katta bo'lyapti. Ha, aytgancha, bu mening maktabim.
esa men va mening dugonam Yasina. Yasina choy ichdingizmi? Ha, ichdim. Baribir qornim ochib ketardi-yu. Dars tugaguncha. Qaniydi biz ham boshqa maktablarga o'xshab issiq ovqatlar, choylar ichsa. Ha, nimasini aytasiz? Stullarda o'tirib, issiq ovqatlar, choylar ichib, qisilmasdan chiqib ketardik. Xudo xohlasa oshxonamiz jicha qoldi kishiga. Ha, biz intizorlik bilan kutyapmiz. Farzandlar zvoni qilib qoldik katta xonaga. Yuring. Assalomu alaykum. Bugungi mana shu bo'layotgan suhbatlarda men o'zimga o'zim anchadan beri gapirmoqchi bo'lgan dilimdagi gaplarimni gapirmoqchi bo'lyapman. Hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan 2023-yilgacha boshlang'ich sinf o'quvchilarini, ya'ni 1-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarni issiq ovqat bilan ta'minlash haqidagi qonun chiqqandan beri biz ham mana shunga befarq qaramagan taqdirda maktabimizdagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini issiq ovqat bilan ta'minlashni harakatida bo'ldik. Lekin bizning maktabimizni sharoiti issiq ovqat bilan ta'minlanishga yetarli darajada emasligi uchun, ya'ni oshxonamiz maktabni ichida joylashganligi uchun, issiq ovqat pishirishga shart-sharoit yetarli bo'lmaganligi uchun bizga ancha qiyinchiliklarga duch kelib qoldik. O'quvchilarimizni ham issiq ovqat bilan ta'minlashga harakat ishlari ketyapti. Ayniqsa bu ishni boshida bizning Oliy Sovetda Aynura Altabayevamiz, Javob Kengashi deputati Aynura Altabayeva o'zi qo'llab-quvvatlab turibdi. Xudo xohlasa yangi o'quv yiliga bizning o'quvchilarimiz ham qo'shni maktab o'quvchilariga o'xshab issiq ovqat bilan ta'minlanishadi. Ularga ota-onalarimiz ham bugun mana o'zlarini ijobiy fikrlarini bildirishdi, qo'llab-quvvatlashni aytishdi. Axir mana shu bugungi yoshlarimiz ertangi kungi bizning kelajaklarimiz. Agar bularni sihat salomatligi joyida bo'lsa, qornilari to'q bo'lsa, ular a'lo baholarga o'qiydi, maktabdagi bilim sifati yanada oshadi degan umiddamiz. Maktab o'quvchilarini issiq tomoq bilan ta'minlash maqsadida 2019-yilning 8-iyunida maktabda oldin olov komitetining a'zolari, ya'ni maktab oqsoqollari, mahalla oqsoqollari hamda mahalla ota-onalar komitetlarining a'zolari bilan majlis o'tkazganmiz. Ana shu majlisda ana shu fikrlarimizni o'rtaga tashlaganmiz. Ular qo'llab-quvvatlashdi. Ana shu kunni o'zida ana shu komitet o'zlarini ishchi komissiyamizni saylab oldik. Ishchi komissiyamiz Tashlag'ayil boshchisi Kamoliddin G'ulomjon aka, Aylimuz deputatlari Turkmenov Bakirbek, Qodirov Odiljon aka hamda Sharqayli hukumatining byudjetlik komissiyasining spikeri Yusupov Abdusalom va shunga o'xshagan deputatlarimiz mana shu mahalladagi ko'zga ko'ringan saxovatli bir insonlar o'zlari bosh-qosh bo'lib mana shu kundan boshlab oshxonamizni fundamenti qo'yilishidan boshlab hozirgi kunda tom yopish darajasiga kelgungacha o'zlari sa'y-harakat bilan ish olib borishdi. Bularga shu bugungi kunda maktabimiz jamoati nomidan, ota-onalarimiz jamoati nomidan kattadan katta minnatdorlik bildiraman. Hamisha tinch bo'lishsin, sog' bo'lishsin. Elimizda shunaqangi saxovatli insonlar bor ekan, shunaqangi yaxshi insonlar bor ekan. Albatta har bitta yaxshi ishlarni boshda turar ekan. Albatta biz maqsadimizga yetamiz degan maqsaddamiz. Xudo xolasa tez kunlarda o'quvchilarimiz shinam, zamon talabiga javob beradigan, qulay oshxonaga ega bo'lamiz degan umiddaman. Bu dunyoda o'z umringda bitta yulduz yo'q. Bir yulduzki nurli va porloq. Hech bo'lmasa bitta chiroq yo'q. Qorong'ulik sirjisin yiroq degan ekan. Qo'limizdan kelsa yulduz bo'lib porlamasak ham hech bo'lmasa bitta chiroq yoqib bo'lsa ham insonlarni mana shu og'irini yengil qilib qorong'ulikni yorug'likka aylantirishga o'z hissamizni qo'shsak ham bu bitta katta baxt ekanda. Mehri to'la bo'lgan dillarni, bol tomib so'zlagan biron tillarni, og'irni yengil qilib tutgan qo'llarni ardoqlab asraylik
toza dillarni. Ota-ona, do'stlar g'animat, o'tayotgan har kun g'animat. Allohim bersa umr va sog'lik, bizlarga u katta bir ne'mat. Ortimizdan yaxshilik degan nom qolsin. Zurriyotning ishlaringdan ko'p ibrat olsin. Armonga aylanmasin o'tgan umring, yillar osha davom etsin.